Assalamu alaykum YouTube kanalıma hoş geldinglar. Bugünkü videomda İsrail'de yüz berayotgan işler haqida özümniki o'ylaganlarimni ko'pchilik bilan tang bahslay dedim. Özümniki bir Uyg'ur faoliyatchisi bo'lish supatim bilan, ya'ni kishilik huquq faoliyatchisi bo'lish supatim bilan İsrail'de yüz berayotgan bu ishlar haqida ko'nglimniki haqiqatan yerim bo'lganligini hamda Uyg'urlarimizniki diasporadagi Uyg'urlarimizniki bu ishga tutgan pozitsiyasi, ya'ni 2 kun yoqi yezilayotgan inkoslar, yozmalar hamda bir qism donliq tashkilotlarimizniki monopollik arboblarniki yozgan yozmalar qarta ko'nglimniki yerim bo'lganligi, o'zimniki o'ylaganlarimni ko'pchilik bilan tang ham baharlay deb bu videoni ishlab o'ltiribdiman. Keynimdagi bu rasm kuyayotgan masjid Al-Aqsa masjidi. Aslida dunyoning hech qanday bir yerda masjidlar chiqilmasligi kerak edi. Masjidlar bundaq o'tning ichida qolmasligi kerak edi. Begunoh insonlar o'qib tutilmasligi, qirg'in qilinmasligi kerak edi aslida. Mayli musulmon bo'lsin, mayli boshqa dindagi bo'lsin yoki dinsizlar bo'lsin, inson bo'lganligi odam zulmga qarta haq tarafda turib so'z qilish kerak edi. Mayli bizning beshimizdagi zulm qanchaki og'ir bo'lsin, zulmimizniki og'irligi boshqa zulmlarga qarta ovoz chiqarmaslik, sukut turish. Bizniki beshimizga kelayotgan zulm bak og'irdi, bularnikida nachasi og'irdi deb ovoz chiqarmay jim turib olishga sabab bo'lib qolmasligi kerak edi aslida. Social mediadagi yozilayotgan bir qism yozmalar va inkoslardan ayni chog'da Xitoy hukumati Uyg'urlarga qaratgan siyosatini, ya'ni lagerlarni biz yaxshi maktablarni ochib, yaxshi tarbiyalayapmiz degan chog'da bir qism musulmon davlatlarning ichida bo'pti yaxshi qilib o'tibsa deganlarning ichida bularmi botdi, shunlashqa biz hozir jim turib olishimiz kerak. Ayni chog'da bular bizga sukut qilgan chog'da hozir bizmi sukut qilishimiz kerak degan mandaq bir ideyani targ'ib qilayotganlarmi bor. Onundan başqa bizningki beshimizga kelayotgan zulm, Falastindagi bu kishilarniki yuz berayotgan zulmdan nachasi og'ir. Shunlashqa biz ovoz chiqarmasak bo'ladi, ular bizga ovoz chiqarish kerak degandek, shundaq mazmundagi yozmalar, inkoslar degandek. Endi o'zinglar o'ylab beqinglar, men buni burunmi virus tarqalgan chog'da bir so'zlab bir videolarni ishlagan shu chog'dami o'zingiz ma'lum bir ishni xato deb turib shu ish boshqa xalqning beshiga yuz bersin deb duo qilish, badduo qilish, boshqa xalqning beshiga shunday ishlar yuz bergan chog'da biz shundan huzurlanish degandek bu ishlar to'g'ri ishlar emas deb shunday so'zlagan edim. Ayni chog'da Wuhanda virus tarqalib, virus tarqalganligi dastlabki mezgillarda Uyg'urlarniki tutgan pozitsiyasi degan shundoq qo'shal tarqab butun Xitoylar o'lsin, qirilsin deb shundoq badduolarni qildik. Keyin qanday bo'ldi? Erkin Osiyo radiosidagi xabarlarga qarasanglarmi, Turkiyaniki o'zdilam Uyg'urlardan yo'qolganlari 3000 dan oshdi dedi. Bir qism kishilarimiz shu virus sababli hayotidan ayrildi. Shu maqolani hozir mishaydigan bir ko'stay. Ya'ni mau maqola qarab beqinglar, Erkin Osiyo radiosiningki 5-oyning 6-kuni chiqargan xabarida Turkiyada koronavirusdan yuqumlangan Uyg'urlarning soni 3000 ga yetdi, qazo topganlarning soni 30 ga yetdi deydi. Badduoni oxir qilaverib, oxir qanday bo'ldi? O'zimizning beshiga yetib keldi shu shundoq. Endi bu İsrailda yuz berayotgan chog'da ayni chog'da bizningki ishimiz qarta bular sukut turgan edi. Hatto shu lagerlarniki qurilishini bular qo'llagan edi deb bularga ovoz chiqarmasak, hozir yuz berayotgan bu ishlarga ovoz chiqarmasak, bu zulmga bizmi ovozsiz qilib qolsak, ayni chog'dagi shu lagerlarni yaxshi qilibsizlar deganlardan bizning nima farqimiz qoladi? Shunlashqa zulm mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, og'ir bo'lsin, jinik bo'lsin, har qachon, har zamon zulm uchun ovoz chiqarish, adolat tarafda turish, haqni yo'qlaganlik bo'ladi. Hozir yana bir tweetni sizlar bilan o'rtoqlashay. Maningda nima deb ekan qaranglar. Mushu masjidni portlatib, masjidni kuydirib boshqa qilayotgan chog'da falastinliklar tabriklagan, usul o'ynashib, xush bo'lib tabriklagan. Shuni qarab boqaylik hozir. Al-Aqsa masjiddagi atak. Bu video qarab beqinglar. Oyoqda masjid kuyib o'tadi. Anandan bu yerda usul o'ynab tabriklayotdi.
Bu tweet'te nima debdi desanglar? İsrailliklar, ya'ni Yahudilar o'zlarini qirg'inchilikniki ziyonkashlik uchirg'uchilik degan chog'da mushu videoni shularga evatib beringlar debdi. Bizningki Uyg'urlarniki ichida navodi kerak hozir shundoq biz shunaqa qalaymiqan so'zlab yursak. Hozir biz Uyg'urlarmi qirg'inchilik ichida qolgan bir millat. O'ylab boqayli. Navodi keyingi avlodlar bizningki hozir yozayotgan shu yozmalarni, shu inkoslarni ko'rgan chog'da zulm uchun biz ovozsiz qolib qolgan chog'da qolib qoldirgan shundoq yozmalarimizni ko'rsa, ular bizdan nomus qilib qolsa, ularmi shundoq bir narsani yezib qolsa, navodi hozir mana shuningdek İsrailiyadagi Yahudilar o'zlarini qirg'inchilikniki ziyonkashlik uchirg'uvchilari degan chog'da shundoq shu masjidlarni kuydirib, odamlarni begunoh odamlarni o'ldirganligi to'g'risida shundoq usul o'ynab naqsh etib tabriklayotgandek shundoq yozmalarini ularniki bizniki keyingi avlodlarniki mana sizlarniki Uyg'urlar zulmga ovozsiz qolgan Uyg'urlar sizlarniki ota bo'g'ularinglar shu deb qolsa sat emasmi bizga? Shunglashqa deymanki, mayli zulm cho'ng kichik bo'lsin, zulm hamini zulm. Zulm qarta dasturish eg'iz ichish kerak. Shunga mushu ideyani tashviq qilish uchun bu videorimni ishildim hamda videorimni oxirlashtirishda Uyg'ur axborot markaziniki 5 oy ilgari ishlagan bir videosi bor. Xabarlarniki oxirida chiqqan. Ya'ni Uyg'urlar adolat taraf turadi degan bu video bilan oxirlashtirmoqchi. Ko'pchilikniki anglab beqishini, meningki deganlarimni boshdan oxir bir sovuqqonlik bilan anglab beqishinglarni umid qilaman. Ko'pchilikka rahmat. Buni birlikda anglaylik. Uyg'urlar adolat tarafda turadi. Uyg'urlar tarixda adolat uchun kurash qilgan va adolat barpo qilgan millat. Dunyoda bizga o'xshash buyuk ajdodlari va shonliq tarixi bo'lgan millatlar ko'p emas. Biz Sharq Turkistondan, Tarim va Altay tuproqlaridan ko'kildik. Tarixda dunyoning nurg'un joylariga tarqaldik. Bugun hala shu tuproqlarda yashamoqdamiz. O'zimizning shu shonliq tariximizning bir qismi ekanligimizni, bu buyuk millatning bir parchasi ekanligimizni, bugungi bu ulug' tarixiy kurashning bir qismi ekanligimizni tushungan chig'imizda dunyoda bizga qarshi tura oladigan hech bir kuch bo'lmaydi. Biz adolatparvar va jasur millat bo'lib sifatimiz bilan har qanday yerdagi, har qanday zulmga qarshi sukut qilmasligimiz kerak. Biz adolat tarafda turamiz. Tarafsizlik faqat zolimlarga yordam beradi. Hargizmi izlgichilarga emas. Biz millat sifatida yo'qotilish xavfiga duch keldik. Mundaq ahvolda dunyodagi har turli zaruriyatsiz va munosibatsiz talash tortish va to'qinishlarning qurboni bo'lib ketishdan saqlanishimiz, dunyoviy masalalarga o'z manfaatimiz nuqtasidan zeraklik bilan qarashimiz kerak. Uyg'urlardan o'z davlatini ozod qilish irodasi bo'lganlar shu maqsadga yetadi. Biz cho'qim o'z tuproqimizda erkin yashab, o'z uyimizda xotirjam ko'z yumimiz. Buningsiz hayotimizning qimmati bo'lmaydi. Bizning erkinlikka erishishimiz bilan dunyo texmi ozod bo'ladi. Dunyoga texmi go'zal narsalar qo'shiladi. Bizning buyuk g'albimiz bilan dunyo texmi saltanatlik bo'ladi. Bizning o'z manfaatimiz uchun ko'rsatgan har bir tirishchanligimiz dunyoga va insoniyatga foydali ishlar sifatida butun insoniyatning boyligiga aylanadi. Bizning bir-birimizga ishonmaslikdan tortadigan ziyonlarimiz, bir-birimizga ishonganlikdan kelib chiqadigan ehtimolan ziyonlardan assalab cho'ng bo'ladi. Millat bo'lish sifatimiz bilan bizning kelgusimizning kapolati bizning uyushchanligimizning qanchalik kuchlikligi bog'liq. Biz boshdan kechirayotgan ixtiloflar va ittifoqsizliklarni bizning holimizdagi boshqa millatlarning boshdan kechirgan. Boshqa millatlar hal qila olgan masalalarni bizmi hal qila olamiz. Barliq kuch-quvvat, aql-farosat va boylik o'z vujudimizda. Sharq Turkistonda boylik intayin ko'p. Ammo eng zo'r boylik vatanimizning egilari bo'lgan odamlarimiz, ya'ni Uyg'urlardir. Uyg'ur axborot markaziniki haftalik xabarlar programmasi shundoq yaxshi ideyalarni tashviq qilib,
vatandan kelgan uchurlar deb davomli xabarlarni ishlab kelayotgan shunday qanonkin har bir videosida bir xil ideyani tashviq qiladi-da. Ko'pchilikninki o kanalga ergishib, haftalik xabarlar programmasini vaqt-vaqtida anglab, nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini, adolatni tunish, adolatni yoqlash, haq tarafda turishni o'rganishimizni tavsiya qilib, tashviq qilib bu kichkina videolarni ishladim. Ko'pchilik omon bo'linglar, xayr xo'sh.